hafta oldin Ibat Farm degan inson bilan birga kontent olgandinglar. Hozir oxirgi intervyularni ko'raman. Qo'ychi desa tanimayman deb o'ryaptilar. Bu g'alati emasmi? G'alati. Videoda yana xalq ko'rib bo'lgan. Do'stlar, hozir mana Instagramni portlatayotgan aka Qo'ychi kanalining asoschisi Sherskadan intervyu olgan ekanlik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Rahmat, Alloh razı olsun. Birinchi savolim aka. Shu arashanchilarga qarshi bitta o'zingiz kurashyapsiz. Shuncha kuch g'ayrat qayerdan olasiz aka? Xalqdan aka. Bittaman emas, xalqman bilan aka. Ko'rmayapsizmi kommentarni? Xalqdan olsa. Xalqdan ol. O'zi nima sabab bo'ldi ularga qarshi mana shu kurashib aniq qilishingizga? Ya'ni qo'y ham bunaqa narsada. Qo'y o'zi asli payg'ambar boqqan. Ular qimmat sochish uchun mo'ljal bo'lmagan o'zi. Odamzodga qo'y bilasiz o'zi nima uchun yaratilganligini, qurbonlikka yaratilgan. Oddiy odam qo'y boqsin, boy ham qo'y boqsin, kambag'al ham qo'y boqsin, hamma qo'y boqsin, qo'yda baraka bor deb aytaman har doim. Ya'ni oddiy odamlar qo'y boqsin. Ana bir sim pul ikki sim bo'lsin degan ma'noda oddiy odamlar xalq qo'ylab chiqqanman. Shu tempim davom etyapti. Xudo xolisa Alloh aziz qilsa, sharmanda qilmasa oxirigacha olib boramiz. Faqat xalq qo'ylab boshqa narsa yo'q. Mana internetda oxirgi payt ko'zim tushyapti. Oldin Ibat Farm degan inson bilan birga kontent olgandinglar. Hozir oxirgi intervyularni ko'raman. Qo'ychi desa tanimayman deb o'ryaptilar. Bu g'alati emasmi? G'alati. Videoda yana xalq ko'rib bo'lgan. Bu narsa nima? Men yaqinim bo'lsa ham, men sotqin emasman. Ya'ni men xalqni sota olmayman. U yaqinim bo'lgani bilan u bitta odam. Bu yerda biz xalq ko'rib turibdi meni. Ya'ni men u odamlarni qo'yini maqtab bermayman. Ya'ni $200,000 turmaydi qo'y. Tursa $1,000, $1,500 qo'yi men $200,000 deb berishim kerak bo'lgan. Maqtab berishim kerak bo'lgan. Ya'ni bu xalq aldashim kerak bo'ladi. Unga foyda bo'ladi. Ya'ni keyin o'sha $5,000, $10,000 ular qo'y sotadi. Men unga qarshiman. Yaqinim bo'lsa ham mayli, отношениyani uzib qo'yamiz. Men xalq qo'ylab chiqqanman. Meni xalq ko'targan. Men oddiy bitta bandaman, qulman men. Faqat xalq uchun harakat qilyapman. Bularni xalq oldida yuzim yorug' bo'lishi kerak. Mana men qaysidir bitta boyib, yo kimdirligiga qarab, mansabiga qarab $200,000 qo'yitsa, yo menga bir qism pul ham birlagat qilishgan, pora ham berishmoqchi bo'ldi. Yo'q, unaqa qilmadim. Chunki meni fazilatimda bor. Yo sotilmayman, yo otilmayman. Xuddi shunaqa. Qisqasi, u narsa ko'p narsa hype deydi bo'ladi. Artistlar ishlatadi bu narsa. Bu hype. Bu hype yaxshi narsa emas. Qo'yga ishlatilmaydi. Okalar va artistlar qiladi bu narsani. $200,000 degan narsa hammasi fuflo. Xalq qo'y boqsin. Maqsadim shu-da, aka. Hozir shunaqa zo'r zotli tipa arashan deyilyapti-yu. Qo'y olish uchun primerni necha pul tikib ish boshlasa bo'ladi. O'zimizdan mesni qo'ylar. Mana afg'on bilan hisorini chatishtirsa chiqadi degansiz-ku. Ha, o'zim isbotlab berganman. Arashan degan zot afg'on bilan hisorini chatishmasidan paydo bo'lgan zot bu asosan. Gisarskiy matchin deydi, hisoridan, o'zimiz hisorini, yaxshi hisorini olasiz. Yaxshi afg'on qo'chqorni olasiz. Tursa, yaxshi hisori bozorda 10 million so'm tursa, yaxshi afg'on qo'chqor tursa 15 million so'm turadi. Katta bir 100 kilo, 120 kilo. Shuni chachtirsangiz, arashan tug'iladi. Yaxshisini tanlaysiz parametrlarni. Ya'ni bu $2,000 ikkita zo'r qo'y olib, chachtirsangiz zo'r bola tug'iladi. O'sha qo'y ham katta qilib, yaxshilab tarbiyalab deganda qanaqa? Boqib, mehr bilan boqib, vitaminlarni beda, arpa hammasini qarasangiz, o'shalarni qo'ydan zo'r qo'y bor. $100,000-$200,000 qo'yga aylanadi. Ha, aylanadi. Ularning fikrida o'zi ularni qo'y ham bunaqa qo'y emas. $1,000 qo'y u. Prosta ular chiqib $200,000 desa, xalq ishonib qo'y, shunaqa zot paydo bo'libdi deb turib, o'sha $5-10,000 ga qo'y sotishga kimga yoqmaydi? $10,000 uchun qancha ishlash kerak, aka? Undan xalq aldash kerak emas-da endi. Hozirgi paytda xo'jaka deb kimlarga ko'p ishlatilyapti, aka? Mening fikrim, menniki taniydigan bir xo'jakalar, mana o'sha ko'rayotgan xo'jakalar mashinniklar ko'proq xo'jaka deb o'zini manfaat yo'lida mana shu qo'yda ham assalomu alaykum, mashalloh deb ketdinglar. Alhamdulillah deb turib $600 qo'yga chiqib $20,000-$30,000 deysa, rangi sariqligida, qulog'ini parametri deydi, bir tenga qimmat. Kalla pochchada menimcha qulog'ini yemasingiz kerak. Xalq ham yemaydi. Shuning uchun arzimaydi. Qisqasi, yaxshi qo'yni boqsangiz, undan zo'r zot chiqarsa bo'ladi. Instagramda necha yildan beri faoliyat yuritasiz? 3-4 yildan beri. Nima o'zgarishlar sezdingiz mana shu faoliyat yuritayotganingizda? Shu davr ichida. Instagram yolg'onligini sezdim. 90%. 90% yolg'on. Mana hozir hamma meni yomonlab chiqib, menga dushmanlik qilayotganlar hammasi haypashor. O'sha $500-600 qo'yib, $15,000 sotish maqsadi hayp, yolg'on ko'pligini bildim. Rost gap odamlarga gapiradiganlar kam.
Lekin foydasini ham sezdingizmi biznesingizda, misol uchun qo'l sotishda ham? Okey, mana foydasi bunaqa bo'ldimi? narsa, mana shu oktagonni chempionlarim, ukalarim, hammasi yaqinlarim, ko'rgan bo'lsangiz men profilimni ko'p odamga ehsonga, yordam ehson gapirilmaydi-yu. Men qo'yni sotmaganman, hadya qilgan. Tekinga. O'sha Arashan degan qo'yni men tekinga berganman. Chunki unaqa turmaydi. Menda unaqa turmaydi. Ularni bilmayman, palon pul duradi. Endi ularni o'zini vijdoniga havolada. Men nima demoqchiman? Meni faoliyatimda qo'y bu meni hobbiyim. Mana do'dalarim, o'rtoqlarim, do'dalarim men katta ishda ishlasa ham, ularda ham qo'y boqishgan, katta joyda ishlasa ham, qo'y bu bilasizmi? Hamma boqish kerak. Kambag'al ham boqish kerak bo'lgan. Hozir bularning fikri faqat 200 ming dollardan qo'y olsangiz, bu qo'y go'shti o'zi 150 ming so'mda. Nechta oila o'zinglar 150 ming so'm go'sht yemayapti, yo'q-ku. To'g'ri. Biz hozir ularga yordam berib, qo'yni ko'paytiraylik desak, bular hozir 200 ming dollardan tasavvur qiling, qo'y sotsangiz-da qurbonlik qila olmaysiz. 5 ming dollardan qo'y go'sht olasiz-da. Okey, bu yolg'on. Bunaqa bu piramida biznes. Bu hammasi fosh bo'ladi. Bu ko'pi yolg'onchi, ko'pi oldindan mashinalik qilib yurgan bola 3 oylik qo'y chiqarmas. Qo'yni qanaqa tarixini ham bilmaydi. Nima deydi, bittasi chiqib bizda o'z zot bo'lmagan deydi. Okey, eshitib oling. Men tarixni 5 ga o'qiganman, matematikani 3 ga o'qiganman, 2 ga o'qiganman. Lekin tarixda okey, do'dalarimiz bizdan geroy bo'lgan. Hisori qo'y ham Tojik bilan Tojikiston Hisor tog'idan yaralgan. Ism shunaqa, Hisor tog' qo'yilgan. Ya'ni Gisara deydi. O'zimizni qo'y, Amir qo'y bo'lgan, Qoraquloq qo'y bo'lgan. Afg'on qo'y ham Afg'onni toza, eng toza genetika qo'y, Afg'on qo'y bizaniki. Hisor qo'y ham biz emas. Do'dalarimizni do'dalari biz uchun seleksiya qilgan. Hisor uchun mehnat qilingan, seleksiya qilgan. Lekin ular ham unaqa qayb ishlashmagan, 50 ming dollar o'chishmagan okalar. Ular ham shu mana shu nevaralarim qo'y boqsin degan. Biz Hisorni go'shtini yeb katta bo'lib, hozir Arashan desa bir xiyonat qilayotganini sezaman-da o'zimda. Ya'ni Hisorni go'shtini yeb katta bo'lganimizda, keyin Hisorni chekkaga surib qo'yib, Arashandan maqtab ketsang, meni shu xoyil. Hisori nomera degan qo'y. Gisar Surxondaryoda bor, Tojikistonda bor, o'zimizni qo'y. Afg'on qo'y ham, mana shu qo'ylar nomera degan qo'y, 12 ta faslga chidamli. Qishda ham yuradi, qorda ham yuradi, bo'rilib yeb ketsa ham, boshqa narsa qilsa ham, hayot uchun kurashadigan eng toza, eng zo'r, eng anaqasi kuchli nima derdi? Genetikasi. Hamma taraflama kuchli. Hisori. Tan olaylik, Hisorda o'zi sun'iy intellektga okey, hozir zamon qanaqa bilasizmi? Internetda o'qib, qani mana bunaqa yozasiz. Arashan qo'y qanday paydo bo'ladi desangiz, yozadi. Sun'iy intellekt mana bunaqa javob beradi. Hisori Afg'onni chatishmasidan paydo bo'lgan zotdan chiqqan qo'y, Arashan. Ya'ni oddiy odamlar shu ishni qilsa bo'ladi. Avvalo shuni bekityapti, oddiy xalq qilmasin deydi, bizni soqa qilaylik deydi. Ularning maqsadi shu. Alloh rozi bo'lsin. Lekin yangi boshlayotgan qo'ychilarga ham Instagram foydasi bo'ladi, to'g'rimi? Tijorat Instagramda bo'ladi. Agar halol qilsanglar, qaranglar. 200 ming dollar harom pul olgandan 500 ming so'm halol pulni barakasi bor. 500 ming so'm halol pulga oilangizga olib kirasiz. 200 ming dollarga harom sotib, yo qamalib ketasiz. Yo ertaga jigaringiz yo'qda surib ketadi. 200 ming dollar harom pul, qo'ydan unaqa qayb ishlash harom. Halol 500 ming so'm qo'y. Mana qo'y oldingiz, Hisor qo'y oldingiz, 8 million so'mga oldingiz, ko'paytirasiz. Alloh shunaqa baraka berib qo'yadi. Qo'yni men uyimda yaratmaganman. Alloh biz uchun yaratib bergan. Men qarshiman bunaqa haypasholi qo'ydi. Mayli, menga yoqadigan joy nima bilasizmi? Mana shu joyga maza qilaman. Kommentariyalarimni o'qing. Xalq men bilan, aytmoqchiman. Men ular bilanman. Ular meni kim ko'targan bilasizmi? Mana shu xalq ko'targan. Men mana shu xalq uchun xizmatchiman, xizmatkorman. Nima desa qilaman. Konsultatsiyam ham tekin, yordamim ham tekin, maslahatim ham tekin. O'sha 2000 dollarga undan zo'r zot qilsanglar bo'ladi, okalar. Va Arashan, Parashan unaqa gaplar 3 million filga aylanmaydi, tuyoqishga ham aylanmaydi. Qo'y qo'yligicha qoladi, ot otligicha, burgut burgutligicha qoladi. Qisqasi, ozgina fikrlashni o'zgartiraylik, ya'ni to'g'rilik, bularning hammasi gapiga ishonmaylik. Bularning maqsadi soqa qilish, odamlarni yedirish, piramida. Bo'ldi, faqat shu bu tema ko'pga bormaydi. Alloh meni aziz qilyapti. Shungacha boramiz. Endi nima demoqchiman? Men xalqqa rahmat demoqchiman. Faqat shu, men hammanglarni yaxshi ko'raman, rostdan yaxshi ko'raman. Men kommentariyada har bitta odamni o'qiyman-da, okey? Hech kimni o'rniga tiqmayman. Noto'g'ri bo'lsam aybimni tan olib uzrimni so'rayman. Agar noto'g'ri bo'lmasam, xalq uchun darchi xizmat qilaman, chunki xalq qo'y boqsin, okey? 500 ming dollarga qanaqa qilib o'zi 5 million so'm oylik olsa bu. Nima 50 yilda qo'y boqadim? Hozir endi xalqda bitta savol tug'ilishi mumkin. 2000 dollarga bittada u seleksiya bo'lib Arashan tug'ilmasligi mumkin, lekin 2-3 yil ichida amalga oshirsa bo'ladi, to'g'rimi? 1 yil ichida amalga oshirsa, qanaqa 2-3 yil?
1 yil ichida ham afg'on qo'y olasiz, hisor qo'y olasiz. Mana Fox Major bilib olaylik. Ikkala zotni chachishtirasizlar. Menda bolasi tushgan, seleksiya qilganman. O'shani bolasi doda bo'ladi, arashandan zo'r bo'ladi. O'sha qo'yi bilan arashan deb sotadi. O'zi arashan deb sotayotgan ko'p qo'y ham sariq qo'y, afg'on qo'y. Qora qo'y undan zo'r qo'ylar bor, lekin uni ko'rsatishmaydi. Asosan anaqa sariq qo'y ko'rsatishadi. Ana aldash osoradi ularga. Tushundingizmi? Vaqt ajratib intervyu berganingiz uchun rahmat aka. Do'stlar, sizlar nima fikrdasizlar? Fikrlariga qo'shilasizlarmi? Kuzatishda davom etinglar, bundan qiziq oldinda xudo xolasa.